Uy sharoitida otqiloq giyohining 2-3 ta zo'r foydalarini aytib o'taman. Quloq soling va do'stlaringizga jo'natiblar. Otqiloq giyohining foydali xususiyatlari tabobat olamida juda katta yordam beradi. Bu ich qotishga, qabziyat, surunkali qabziyatdan aziyat chekayotgan bo'lsangiz, har 2 kun 3 kunga bir marta hojatga boradigan, o'tqobi zagib, o'tqobi demlangan insonlarga juda katta yordam beradi. Mana svejisi hozir 2026-yil 24-mart hamma joydan hamma joyga o'sib yotibdi. Mana tabiat. Hani o'zini chaynab ertalab kechqurun iste'mol qilsangiz agar, bu hattoki psoriaz kasalligiga ham yaxshi yordam beradi. Psoriazi borlarga ham jo'natib qo'ying birodarlar. O'sha teridagi psoriazni xudo xolasa buni sokini chiqarib bir kunga ertalab kechqurun o'sha psoriaz bor joyga surib qo'ysangiz, psoriazni ko'zini yoladigan xususiyatga ega. Jigarida tiqilmalari bor, jirovak gepatozi bor, jigar qotishi bor insonlarga juda katta yordam beradi birodarlar. Agar buni sokini chiqarib 50 gram ertalab 50 gram kechqurun iste'mol qilsangiz, psoriazni davolaydi. O'tqob demlanish, qabziyat, ich qotishni davolar ekan. Даже o'sha jigardagi muammosi borlarga ham yaxshi yordam beradi. O'zini mana shundoq bismillah yesangiz ham bo'ladi. Tabiiy ziyonsiz birodarlar, tabiat.